Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz oldingi soat irsiyat va parvarish haqida to'xtaldik. Amaliyotda bolalarga ta'sir ko'rsatadigan omillarni biz irsiyat bilan parvarishdan iborat cho'ng ikki kategoriyaga ayirdik. Mana shu parvarishning ichida ota-onalar bolalarga ta'sir ko'rsatadigan birinchi omil va eng muhim omildan iborat. Ya'ni bu deganlik ota-onalar bolalarga ta'sir ko'rsatadi, bolalar bo'lsa ota-onalarning ta'sirini qabul qildi deganlik. Albatta xato tushunilmasin, lekin bolalarning cho'ngayishiga ergishib, bolalarmi ota-onalarning harakatiga ta'sir ko'rsatishga boshlaydi. Ammo eng dastlabda bolalar yangi tug'ilgan va ularning balliq mezgillarida ota-onalarning bolalarga ko'rsatgan ta'siri bolalarning ota-onalarga ko'rsatgan ta'siridan yuqori bo'ldi. Bu orqali nima demoqchi deganda, agar biz ta'sir qilinuvchini o'zgartmoqchi bo'lsak, bizning tunji qadamimiz ta'sir qilguvchini o'zgartishdi. Ya'ni bu yerda ota-ona ta'sir qilguvchi, bolalar bo'lsa ta'sir qilinuvchi. Unda da biz bu farzand tarbiyasi degan vaqtimizda bizning tunji qadamimiz tegi takdan aytgan vaqtda bolalarni qanday o'zgartish, bolalarni qanday tarbiyalash emas, balki ota-onalarni qanday o'zgartish va ota-onalarni qanday tarbiyalashdan boshlandi. Bu amaliyotda bir mantiqiy natijadan iborat. Hamda biz Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı qarab bakaylı. Peygamberimiz vahiyni qabul qilgandan keyin hammamiz bilimiz eng dastlabda o'zining da'vatini o'zining yaqinlaridan boshladi. Masalan, o'zining ayoli Xadija radhiyallohu anhadan, Abu Bakrdan eng yaqin do'sti va o'zining jiyani Ali radhiyallohu anhu qatorliqlardan boshladi. Men bu orqali shu bir nuqtani sizlarga sanmoqchi. Peygamber Aleyhisselam vahiy kelgandan keyin eng dastlabda bolalarni, kichiklarni yig'ib, ularni tarbiyalab, ular cho'ng bo'lgandan keyin andin islom da'vatini butun dunyoga qanot yaydiray degandek bunda bir yo'l emas. Balki cho'nglardan, ya'ni ota-onalarni tarbiyalashdan boshlagan. Amaliyotda da'vatmi tarbiyaning bir shakli. Da'vatmi tarbiyaning bir shakli. Demak, bundan biz chiqara oladigan xulosa shu. Avval ota-onalarni isloh qilish, avval ota-onalarni o'zgartish, u bir sunnatning bir muhim alohidligi deganlik. Endi biz psixologiyadagi ijtimoiy o'rganish nazariyasi deydigan bir nazariyaga qarab boqaylik. Bu Stanford Universitetining mashhur professori Albert Bandura tomonidan o'tirib qo'yilgan 70-yillar. Bu nazariyaning tafsilotini so'zlamayli, faqat negizini xulosalab degan vaqtda bu bunda qaraydi. Ya'ni ijtimoiy o'rganish nazariyasi bunda qaraydi. Bolalar odatda cho'nglarning, ya'ni o'zini boqquchilarning harakatini kuzatadi va taqlid qiladi. Shuning bilan bolalarning kishilik xarakteri yoki kishilik tipi ana shu taqlid qilish asosida asta-asta shakllandi deganlik. Demak, bundan chiqqan narsa shu. Ya'ni psixologiya ham shunda qaraydiki, bolalar cho'nglarni ulgi qildi. Cho'nglarning harakatini kuzatadi va do'raydi, taqlid qiladi. Demak, mayli mantiqiy nuqtadan aytgan vaqtda mayli bizning dinimizda haqiqatni yetkazish, tarbiyaning qanday bo'lganligi nuqtasini aytgan vaqtimizda yoki hozirgi zamon psixologiyasining bu haqdagi qarashlarga qaraydigan vaqtimizda bolalarga ta'sir ko'rsatishda ota-onalarning ulgulik roli intayin muhim va ochqishliq. Endi so'raydigan savol shu. Unda da agar ota-onalarning ulgulik roli nihoyat muhim bo'lsa, bolalar ota-onalarni shu qadar do'risa, unda da bu qanday shaklda bo'ldi? Bunga javob berishdan burun biz bunda ba'zi hammamizga Tunuş qolib ketgan ba'zi jumlalarni eslab boqaylik. Masalan, biz deymiz, "Bolam faqat gap anglamas bo'lib ketdi. Men tunigun 1 soat so'zlab qo'ydim. Men muallim bilan paranglashdim, muallimi so'zlab qo'ydigan bo'ldi. Hozir faqat gapimni anglamas bo'ldi. Hozir bir do'stim shuniga havola qildim, shu men bir gap qilib boqay dedi." Demak, yuqorqi jumlalarda biz o'rtaq bir nuqtani ko'ramiz. Ya'ni so'zlab qo'yish. Ya'ni biz farzand tarbiyasi degan vaqtimizda yoki bolamizda ma'lum bir masala ko'radigan vaqtda yoki biz shunda bir masala ko'raldi deb qaragan vaqtimizda eng dastlabda murojaat qilgan usulimiz so'zlab qo'yishdan iborat. Ya o'zimiz so'zlab qo'yamiz yoki boshqalarni so'zlashga havola qilamiz. Ya'ni so'zlashga shu qadar tayinamiz. Men buni eg'izga tayinish deb atadim. Endi bu eg'izga tayinish bolalarni tanqidlash, ochiqlash, hatto haqoratlash, qattiq gap qilish, vaqirash qatorliq har xil eg'iz faoliyatlarini o'z ichiga oldi. To'g'ri, bu oila tarbiyasida, ya'ni bolalarga qaratilgan tarbiyada tilning roli intayin muhim. Biz so'zlashni, tilning muhimligini inkor qilmaymiz. Ammo bu yerda sal qaralayotgan muhim bir taraf bor. U bo'lsa-mu ota-onalarning ish harakatining, ota-onalarning so'zidan muhim ekanligini unutib qolamiz. Masalan, biz bolalarimizning rostchil bo'lishini umid qilamiz. Rostchil bo'lishini umid qilamiz, yolg'onchilikning nihoyat og'ir gunoh ekanligini, xato ekanligini deymiz. Vaholanki, agar bolalarimiz bayada bizga bir do'stimizning telefon kelib qolsa, "Voy adash, kamiding'o" desa, biz ipimizning rost yolg'oniga diqqat qilmasdan, "Voy adash, men hozir mashinaga uchib qashingga mangdim" deymiz. Ammo biz vaqtda uyda. Yenimiz tug'an bolamiz bizning yolg'on gap qilganligimizni bilamaydi. Bilalaydi. Dada kechda shokolad og'ash kelgan desa, biz ma'qul deb chiqib ketaveramiz. Ammo kechda kelgan vaqtda shokolad egishni unutib qolamiz. Hafta oxirida bog'chaga oprayli deymiz. Ammo hafta oxiri bo'lgan vaqtda bizning bir do'stimizning o'ltirishini aytib muhim bo'lib qilib, shu yerga ketib qolamiz.
yoki yana bir boshqa ishimiz chiqib qolishi mumkin. Demak, mana mushunga o'xshash ig'izimizdagi tarbiyamiz va bolalarimizning kutgan orzularimiz bilan ish harakatimiz orasidagi bu xil ziyoda birdaksizlik amaliyotda o'zimizning bolalarimizning oldidagi obrazini tushirib o'tish bilan qolmasdan, balki bolalarimiz qilgan tarbiyamiz, ig'izimizdagi so'zimizning ta'sir kuchini va qimmatini yo'q qilib o'tadi yoki nihoyat ojizlashtirib o'tadi. Demak, bizning so'zimizning, bolalarga so'zlagan nurg'un yaxshi gaplarimizning, to'g'ri haqiqatlarimizning bolalarga nisbatan hech qanday qimmati bo'lmaydi. Chunki biz o'z harakatimiz orqali o'zimiz so'zlagan so'zlarni dafsanda qildik. Bolalarimiz buni ko'rdi va angladi. Masalan, biz bolalarimizning nihoyat kitob o'qishini yaxshi ko'ramiz, ammo o'zimiz o'qimaymiz. Bolalarimizning nihoyat qaltis odam bo'lishini, vatanparvar bo'lishini umid qilamiz. Ammo o'zimiz 30-40 yoshga kirmayla, o'zimizning butun orzulardan voz kechib, yoki orzularimiz uchun yetarli tirishib boqmay turibla, bu orzularimizni bolalarimizga yuklaymiz. Bolam sen qil, men qilolmadim. Ammo o'zimiz badal to'lamagan, o'zimiz badal to'lash uchun tirishmagan bu xil orzularimizni bolam o'zining orzusi deb o'zlashtirami? Natayin. Chunki bolalarimiz ota-onasining hayotidan ular davomli so'zlaydigan o ulug' orzu g'oyalar uchun o'zini qanchalik fido qilganligini, qanchalik qurbon qilganligini ko'rmadi. Biz payg'ambarimizning yana hayotiga qarab boqaylik. Payg'ambarimizning atrofidagi sahobalar islomni payg'ambarimizning faqat so'zidan, tilidan o'rgandimi? Undaq emas. Amaliyotda ular islomni payg'ambarimizning hayotidan o'rgandi. Payg'ambarimizning kundalik ish harakatlaridan o'rgandi. Biz yana bir misolni eslab boqaylik. Biz hammamiz bu Sharqiy Janubiy Osiyodagi Malayziya, Indoneziya degan rayonlarni bilamiz. Shu rayonlarga islom qanday tarqalgan? Biz bilgan tarixiy manbalarga qaraganda Malayziya, Indoneziya qatorliq joylarga islom amaliyotda nihoyat samimiy, diyonatli musulmon savdogarlarning tashviqoti bilan taralgan. Amaliyotda bularni o'ylab boqaylik. Asosan arab dunyosidan borganlar. Ya'ni arab tili bilan borganlar. Ammo Malayziya, Indoneziya arab tilida so'zlamaydi. Unda ular qanday qilib u yerda islomni taqat oldi? So'zlab taqatdimi? To'g'ri, ba'zi da'vatchilar borgan bo'lishi, so'zlab taqatgan bo'lishi mumkin. Ammo nurg'un manbalar shuni ko'rsatadi. Ular eng dastlabda shu diyonatlik savdogarlarning tijoratdagi axloqidan ta'sirlanib islomni qabul qildi. Demak, har vaqt harakatning kuchi so'zning kuchidan muhim. Bu qonuniyat u nuqul dinni tashviq qilishda emas, balki oilada bolalarni tarbiyalashdimi shundoq. Yana bir tarafdan bizning dinimizda haqni o'rgatishda, haqni yetkazishda, ig'izda so'zlab uni amal qilmaslikni intayin og'ir jinoyat, og'ir gunoh hisoblaydi. Xuddi shunga o'xshash biz bu prinsipni oila tarbiyasida o'xshash tatbiqlay olamiz. Bizning bolalarimizning dinni faqat kitoblardagi sahobalarning hayotidan yoki boshqa qahramonlarning hayotidan o'rganib, kundalik o'zining ota-onasining hayotidan o'rganmasligi nihoyat masxaralik, nihoyat kulgilik bir ko'rinishdan iborat. Hamda yana bir tarafdan aytgan vaqtimizda ota-onalarga nisbatan bolalarga ulgu bo'lishning amaliyotda uning amaliy foydasi, haqiqiy foydasi bolalarga emas, balki eng muhimi o'ziga bo'ldi. Masalan, shuni tasavvur qilib boqaylik. Agar bir ota-ona bolalarim mening ish harakatimni ulgu oladi, u meni do'raydi degan bir sezgurlikda bo'lsa, u vaqtda u chuqum o'zining ish harakatiga, so'zlariga diqqat qildi. U vaqtda u ota-onalarning kundalik turmushi o'zining ko'ngli xohlagan ishlarni qilish bilan emas, balki uydagi ishlarini farzandining tarbiyasiga loyiq bir shaklda o'rinlashtirdi va shunda muhit yaratdi. U vaqtda ularning kundalik turmushi ma'lum bir plan, ma'lum bir muhim mazmun bo'yicha ratlanadi. Shuni cho'rlab turib o'rinlashtiriladi. Amaliyotda ota-onalar bolasini tarbiyalash uchun ulgurish davomida eng muhimi o'zini o'zi isloh qildi va o'zini o'zi yetishtirdi. Ya'ni bir chalmada ikki paxtakni so'qildi. Bu nuqtani aytgan vaqtimizda farzand tarbiyasini amaliyotda ota-ona tarbiyasi deb atashmo xato emas. Agar biz farzandlarimizga ulgu bo'lishning muhimligini haqiqiy his qilgan vaqtimizda, yuqorida deganimdek, bizning kundalik turmushimizda nihoyat ijobiy o'zgarishlar maydonga kelishga boshlaydi. Menimcha, buningdan utuqliq, buningdan natijalik ish nihoyat az bo'lish kerak. Balkim bu yerda bunday bir xato tushuncha paydo bo'lib qolishi mumkin. Biz oldingi qatimliq bir darsimizda ota-onalar o'rganishga tegishli bir qator bilimlarni so'zladik. To'g'ri, o'rganishmi intayin muhim. Ammo farzand tarbiyasi bu bir universal bir jarayon. Bu ko'p taraflamalikka ega bir harakatdan iborat. Ya'ni ota-onalar farzandini yaxshi tarbiyalash uchun o'rganishga tegishli bir qator bilimlarni o'rganishdan boshqa eng muhimi, shundoq eng mohiyatligi qanday qilishdan bakroq ularning qanday odam bo'lishi. Ya'ni ota-onasining qanday odam bo'lishi eng mohiyatli. Bayam deganimga o'xshash, biz nihoyat jiq bilimlarni o'rganaylik, farzand tarbiyasi haqida nurg'un kitob o'qiylik, dars anglaylik. Ammo biz kundalik ish harakatimiz shu o'rganganimizga loyiq bir fazilatni aks ettirmasa, biz shunga loyiq odam bo'lmasak, o vaqtda biz buni o'rganganimizning, bolaga so'zlaganimizning yana qayta ta'kidlay foydasi bo'lmaydi. Biz hayotdagi har xil qiyinchiliklar, obyektiv sabablar tufaylidan nurg'un kitob o'qiganmasligimiz mumkin. Balki biz o'ylagandek bilimli bo'lmasligimiz mumkin. Va yoki pulimiz yetmaganligi uchun, iqtisodimiz toza yetarli bo'lmaganligi uchun bolalarimizni qimmat kurslarga olib bormasligimiz mumkin. Ular degan nurg'un kitoblarni sotib olmasligimiz mumkin. Yoki nurg'un esil maktablarga olib bormasligimiz mumkin.
Ammo biz ota-onamizga vafodor bo'lish bilan, qo'shnilarchilikni islomga loyiq qilish bilan, vatanga, millatga haqiqiy xizmat qilish bilan, buni amaliyatimizda ko'rsatish bilan, oilada atiganda namozga vaqtida turish bilan va masjidga chiqish bilan, ayol munosabatida birisi-birimizga kuyinish bilan, tijoratimizda durust, rostchil bo'lishimiz bilan, do'stlarimizga vafodor bo'lishimiz bilan, mana mushu axloqlarimiz bilan amaliyotda biz bolalarimizga nihoyat yaxshi tarbiyachi bo'la olamiz. Tijoratdagi jafokashligimiz va rostchilligimiz bilan, turmushdagi pokizlik odatlarimiz bilan, do'stlarga cheksiz mehrimiz ve düşmanlarga cheksiz nafratimiz bilan bolalarimizga tirik ulgu bo'la olamiz. Mana bu shuning o'zi bolalarimizga qilingan eng qimmatli, eng muhim, ta'sir kuchi eng zo'r tarbiya hisoblanadi. Ya'ni biz boy bo'lanmasaqmi, bilimlik bo'lanmasaqmi, durust, fazilatli odam bo'lsaqla, garchi bolalarimizning savodini sal baldur chiqarmasaqmi, ko'paytishni baldur yodiltanmasaqmi, farzandimiz uchun odamiyati sog'lom, axloqli, durust bir odam bo'lib bo'lsakla, mana mushuning o'zimi eng muhim tarbiya hisoblanadi. Xulos qilgan vaqtda biz bugungi so'zlarimizni tuvandagi bir qancha nuqtaga yig'inchoqlay olamiz. Birinchi, har qanday vaqtda oila tarbiyasida harakat so'zdan muhim. Ikkinchi, farzand tarbiyasida tunji qadam farzandni qanday o'zgartirishdan emas, balki ota-onani qanday o'zgartirish va ota-onani qanday isloh qilishdan boshlanadi. Uchinchi, ota-onalarning so'zlari bilan sherikati orasidagi birdaksizlik bolalarni gangirtadi. Shuning bilan birga ota-onalarning so'zlarining bolalarga ta'sir qilish kuchini ojizlashtiradi. To'rtinchi, agar bolalarimizning qanday fazilatga ega odam bo'lishini umid qilsak, eng avval o'zimiz shu fazilatga odam bo'lishimiz lozim. Beshinchi, ota-onalarning bolalarga nisbatan nihoyat yaxshi ulgu bo'lishi, tegi takdirni aytgan vaqtda bolalardan burun o'ziga foydali. Oltinchi, eng oxirgi xulosam shu, farzand tarbiyalash eng avval o'zini tarbiyalashdir. Kelaqatim ko'rishgacha omon bo'linglar. Albatta kanalimizga a'zo bo'lishni unutib qolmaysizlar. Allohga omonat.